Hazreti Umarni vaqtlarida Hazreti Umarni oldilariga kirsalar, bunaqangi nonxo'rishdan ikki xilini qo'yib yeyaptilar ekan. Bu ham bittasi tuz bo'lsa, bittasi sirkada. U paytda asosiy nonxo'rish shu. Keyin Hazreti Umarga do'qib qo'ygan ekanlar. Abu Zarril G'iforiy degan zot. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni qachon ikki xil nonxo'rish bilan taomlanganlarini ko'rgansan deb Hazrati Umarga do'qib qo'ygan. Hazrati Umar tabiblar aytuvdi deb turgan ekan. Hazrati Umardan zot, Hazrati Umardan hatto shayton ham qo'rqqanda. Hazrat Umar payg'ambarimiz aytganlar, Umar yurgan yo'ldan shayton yurmaydi deganlar. O'shanday zot deb ta'yin qilganda u kishi. Bu kishi Hazrat Abu Zarni aytganlar, bir kun bir safarda bir yerda tursalar, uzoqdan bir qora ko'rindi. Keyin kutib turishdi. Hazrat Abu Zar ekanlar, o'zlari yolg'iz kelyaptilar safarga. Alloh rahmat qilsin Abu Zarni, yolg'iz yuradi, yolg'iz o'ladi, qiyomatda ham yolg'iz tiriladi deganlar. U kishini maqomlarini hech kim topolmaydi deganlar-da. Shunaqangi ahli taqvo bo'ldi. O'sha sahobalarni hammasini tayin qilaverganlarida sen uzoqroqda, chekkaroqda yashang deb chekkaroqqa chiqarib qo'ygan ekan. O'sha yerda o'tirganlar. Shahardan tashqariga chiqarib qo'yishgan.